Nima uchun ota-onangiz ingliz tilini o'rganishingizga pul sarflashadi? Bilaman. Hozir hammada javob har xil. Lekin asl to'g'ri javob bitta. Ular sendan faxrlanishni xohlashadi. Mashaqqat bilan topgan pullarini til o'rganishingga investitsiya qilishadi. Sababi vaqtida o'zlari orzu qilib bora olmagan shaharlarda seni bo'lishingni, o'zlari erishishni xohlab, lekin erisha olmagan qimmatbaho mashina va uylarda seni yashashingni xohlashadi. Evaziga o'zlariga faqatgina bitta narsa. Ular sendan faxrlanishni istashadi. Senchi? Sen nima qilasan? Ota-onangni faxrlanish his-tuyg'usini Instagramda o'tirish, Reels ko'rish, to'rtta betayinni gapiga quloq solish, darslarga bormaslik, dangasalikni odat qilishga alishyapsan. Uyg'on do'stim. Kuni kelib chet eldagi eng qimmat mehmonxonaga telefon qilib, inglizchalab erkin gapirib, ota-onangga mehmonxona band qilishday qimmat tuyg'uni arzon narsalarga alishma. Uyg'on.